Litsenziyali firma sotib olsam hammasi qonuniymi yoki ijtimoiy tarmoqlardagi e'lonlarga ishonish mumkinmi? Demak, tushuntiraman. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda 3-toifa loyiha va ekspertiza firmasi sotiladi yoki loyiha bosh muhandisi 15 kunga kerak, arxitektor litsenziya olish uchun vaqtincha ishga olinadi kabi e'lonlarni ko'p uchratyapmiz. Tabiiy savol tug'iladi. Shunday firma sotib olib yoki mutaxassisni 10-15 kunga ishga qabul qilib, litsenziya olib keyin bemalol faoliyat yuritish mumkinmi? Qisqa javob: yo'q. Eng avvalo shuni unutmaslik kerakki, amaldagi qonunchilikka ko'ra litsenziyaning o'zi sotilmaydi. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 489-moddasida aniq belgilangan. Korxonaga ma'lum bir faoliyat bilan shug'ullanish uchun berilgan litsenziya yoki boshqa maxsus ruxsatnoma korxona sotilgani bilan avtomatik ravishda yangi egasiga o'tmaydi. Amaliyotda ayrim korxonalarning muassislari almashtirilishi orqali go'yoki litsenziyali firma sotish holatlari uchrab turadi. Biroq tadbirkor bunday tashkilotga sarmoya kiritishdan oldin uning litsenziya talablari to'liq bajarilganini sinchiklab o'rganishi kerak. Masalan, tashkilotda zarur malikaga ega loyiha bosh muhandisi, loyiha bosh arxitektori va boshqa mutaxassislari bormi? Kerakli asbob-uskunalar, texnika va laboratoriyalar mavjudmi? Ana shu talablar bajarilmagan bo'lsa, bunday tashkilotni sotib olish katta tavakkal hisoblanadi. Ba'zilar mutaxassisni 10-15 kunga ishga olib, litsenziyani olamiz, keyin esa ishdan bo'shatamiz deb o'ylaydi. Aslida esa litsenziya talablari faqat uni olish paytida emas, faoliyat davomida ham doimiy ravishda bajarilishi shart. Mutaxassislarning ishdan bo'shatilishi yoki boshqa talablarning buzilishi litsenziyaning to'xtatilishi, hatto bekor qilinishiga olib kelinishi mumkin. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi tomonidan shaffof qurilish milliy axborot tizimi orqali litsenziya va guvohnomaga ega tashkilotlar ustidan elektron monitoring olib boriladi. lis.mc.uz platformasidagi shaxsiy kabinet orqali tashkilotlar litsenziya talablari qay darajada bajarilayotganini real vaqt rejimida ko'rishlari mumkin. Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, malakali mutaxassislarsiz yoki litsenziya talablarini buzgan holda faoliyat yuritish nafaqat litsenziyani yo'qotishga, balki fuqarolar hayoti va sog'lig'iga xavf tug'dirishi, buning oqibatida ma'muriy va hatto jinoiy javobgarlikka ham sabab bo'lishi mumkin. Buni raqamlar ham tasdiqlaydi. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi tomonidan litsenziya talablari va shartlarini buzgan 200 dan ortiq litsenziyatning litsenziyasi to'xtatilgan. 50 dan ortiq litsenziya esa sud qarori bilan bekor qilingan. Shu bois tadbirkorlarga tavsiyamiz bitta: ijtimoiy tarmoqlardagi jozibador e'lonlarga emas, qonunchilik talablariga ishoning. Litsenziyali tashkilotga sarmoya kiritishdan oldin uning huquqiy holati va litsenziya talablari to'liq bajarilganini albatta tekshirib chiqing.